Adenoid bezini kattalashganda davolamasa nima bo'ladi? Ko'pchilik ota-onalar adenoid bezi kattalashi burun bita boshlaganda buni oddiy shamollash deb biladi. Adenoid bezini kattalashi bu shunchaki burun bitishi emas. Agarda vaqtida davolanmasa, bolada kechqurunlari xuray otishi mumkin, tez-tez shamollashlar kuzatiladi va eshitishning pasayishi hattoki bolalarda yuz shaklini buzilishiga olib kelishi mumkin. Ota-onalar tomonidan eng ko'p beriladigan savollardan bu adenoid bezini kattalashganda albatta operatsiya qilish shartmi yoki dori-darmon bilan ham davolasa bo'ladimi? Qaysi holatlarda operatsiya qilish kerak, qaysi holatlarda operatsiya zarur emas, buni lor mutaxassis tomonidan bir qancha tekshiruvlardan keyin aniq aytsa bo'ladi. Agarda sizni ham farzandingizda adenoid bezini kattalashganligi haqida shubha qilayotgan bo'lsangiz, ushbu raqamlarga murojaat qiling. Shu kabi foydali maslahatlarni olish uchun sahifamga obuna bo'ling.